Alloh o'zi yordamchi va ko'makchimiz bo'lsin. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, galdagi efirimizning ilk savoli rasm ilish haqida ekan devorga. Savol: xonadonimizning devorlariga rahmatli ota-onamning rasmlarini ramkaga solib ilib qo'yganmiz. Yana ba'zilar turli jonivorlarning rasmi tushirilgan taqvimlarni osib qo'yishadi. Lekin dinimizda bu mumkin emas deyshadi. Shu to'g'rimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Darhaqiqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ushbu hadisni Abu Talha radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganlarki, la tadkhulul malaikatu baytan fihi suratun aw kalbun deb marhamat qilganlar. Farishtalar surat yoki it bor xonadonga kirmaydilar degan ma'nodagi hadis bor. Demak, bu umumiy surat bor xonadonga farishtalar kirmasligi masalasi. Ko'pchilik ulamolar mana shu hadisdagi surat kalimasini, bu qanaqa suratligi haqida, bu qo'lda chizilgan, haykal shakliga keltirilgan, demak, o'sha tirik jonibor inson, hayvon yoki qushlardan iborat nimaiki jonli narsani suratini, demak, chizgan holatda demak, ilib qo'yilgani yoki bo'lgani yoki haykal shaklida bo'lib yasalgani kabi holatlar bo'lsa, o'sha xonadonlarga farishtalar kirmasligini ulamolarning ko'pchiliklari aytishgan. Ammo hozirgi davrdagi fotograf shaklidagi demak, maxsus jihozlarda suratga olib, fotoapparat orqali suratga olib, keyin uni surat shakliga keltirib qo'yilgan suratlar ham o'sha qo'lda chizilgan suratlar hukmida bo'ladimi deganda, ko'pchilik ulamolar u qo'lda chizilgan suratning hukmida emas. Lekin shunday bo'lsa ham, mana shu kabi suratlarni xonadonlarga, qibla tomonga, namoz o'qiydigan tarafga osmaslik kerak bo'ladi. Avvalo. Qolaversa, mana shu kabi suratlarni ehtirom qilish yoki unga nisbatan ibodat qilinishiga sababchi bo'ladigan darajada unga, demak, e'tibor qilib yuborishdan ham qaytarilgan. Mana shuning uchun xonadonlarimizga azizlarimizni, o'tgan ulamolarimizni qancha hurmat qilsak, yaxshi ko'rsak ham, ularning suratlarini, demak, taqdis, ulug'lash, muqaddas sanash ma'nosida xonadonlarga osishdan ehtiyot bo'lish kerak. Juda ularning suratini ko'rgimiz kelsa, o'yimizning bir joyiga qo'yib, ustini yopib qo'yib, har zamonda ustini ochib ko'rib turishlik bilan kifoyalansak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan ko'proq harakat qilishlik, bu demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ichiga kirib qolishlikka sabab bo'lishi mumkin. Alloh azza va jalla barcha o'tganlarimizni o'zi rahmati bilan siylasin. Bizni Rasulullohning sunnatlariga muvofiq hayot guzaronlik qilishda Alloh o'zi quvvat bersin. Allohu a'lam bis-savob.